Yo'sa bolalar, sizlar bilan bugun men Zikous, bugun Dreamhouse haqida gaplashamiz. Qanunda ketdi da Dreamhouse ning haqiqiy ismi Molbank. Shuni bilib olinglar. Ikkinchisi esa Dream faoliyatini endi 25 yoshimni tugataman deb yuruvdi hali menga. Shu faktni aytib qo'ymoqchi edim sizlarga. U ingliz tilining, ya'ni Clayni shunaqa Clayback'da muxlisi bo'lgani uchun nomini ham Dream deb qo'ygan. Haligi inglizlik bilmasligi uchun nuqta uzini ham qo'shib qo'ygan, chunki u Molbank. U albatta u nima u? Albatta u qo'ta shunaqa. Shuni bilib olinglar, u og'ir shunaqa bola. Qo'ta. Shuni bilib olinglar demoqchi edim. Dreamhouse menga hasad qiladi, chunki men 111 taman, u esa 40 ta. Shuning uchun Dreamhousening kanaliga obuna bo'ling, menga ko'z tegmasin yana. Men endi 150 ta bo'lmoqchiman axir. Qanunda ketdi bolalar. Aytgancha stop. Sizlar kanalimga obuna bo'ling, like ham bosing, qo'ng'iroqchani ham bosing. Uchala narsani qilgan bo'lsa, sizdan juda katta roziman. Nimani ham qiling, komment ham yozing. Komment o'qib men zavqlayman. Tushundinglarmi? Nima yozinglar, xullas bolalar. Dream shunaqa bola edi. Dream o'zi aslida udoq. Bolalar, video tugadi. Bu video qisqa bo'ladi janlar, chunki hozir yana bitta video chiqaraman. U esa yangi o'yin o'ynaymiz, ya'ni Roblox o'ynaymiz bolalar. Men kanalimda birinchi marta Roblox chiqadi va qaysi o'yinligini keyin bilib olasizlar. Qanunda xayr sizlarga.